Bir ayolning o'g'li dushmanning qo'liga asir bo'lib tushib qoldi. Shunda hamma kelib ayoldan nimaga sen tashvish qilmayapsan, o'g'ling dushman qo'liga tushib qoldi-ku deganda, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman, kim la havla va la quvvata illa billahni doim aytib yursa, u dushmanning qo'lida doim qolib ketmaydi. Ko'p xazinalar bilan qaytadi deganlar. O'g'limga o'rgatib qo'yganman, o'g'lim tez kunda qaytib keladi deyapti. Iymonni qarang. Bir hafta o'tmadi, haligi bola 200 ta tuya bilan keldi. Dushmanni parokanda qilib tuyalarni olib ketdi. Mana shu kalimaning ma'no mohiyatiga mana shu ma'noda e'tibor berishimiz kerak. Qo'lingizda pulingiz bor. Har xil tabiati buzuq qizlar ko'z qisyapti sizga. O shaharni chekasida xata bor. Sharoit imkoniyat bor. Hammasini qila olasiz. Xudodan qo'rqasizki, sabr qilasiz. Qodir bo'lib turib gunohga qilmaslik eng zo'r sabr. O'shaning uchun payg'ambar alayhissalatu vassalom bir duoni o'rgatganlar. Jannat xazinalaridan bo'lgan duo. Qaysi duo edi? La havla va la quvvata illa billah.